ustoz nasib bo'lsa mana 1-iyulda uchadigan reysimizga yozilgan ziyoratchilar ichidan mana e'lon qo'ygandik. Shu e'lon bo'lsa mana bitta E'lon birinchi reys g'olibi uchun Buxoro Umra jamiyati nomidan bitta umraga yo'llanma. hozir shu Demak, yerda bular mana shu 1-iyul reysida pul topshirib ertaga ketadigan reys uchun bir kunga ulgura olmaydi-ku. endi bir kunga ulguradigan bo'lsa bir kunga, bo'lmasa keyingi undan keyingi reyslarga o'zim tanishlarim yana bir marta o'zi ketish imkoniyatiga egalar. Ha, maşalloh. Shuni o'zingiz chiroyli qilib Demak, bu joyda ism familiyalar bilan telefon raqamlar, ismlari yozilgan, topshirgan, mana 1-iyulda umraga ketuvchilarni shuni aniqlab olamiz demak. O'zingiz aniqlab bersangiz, Inshaalloh. Buni aylantirib bersangiz agar men beraman. Maşalloh. o'zingiz ham bilaman. Hammasi haqqoniy mana. Ochiladigan joy bu yermi? Ochiladigan joyi shu yerda. Bismillahirrohmanirrohim. Shu joyda buni ochishdan oldin bitta savol bermoqchi edim. Umra jamiyati rahbariyatiga. Bu aynan faqat 1-iyul reysi uchunmi yoki qolgan reyslarda ham bu imkoniyat bormi? Va biz so'rardikki, nima desamki, xalqning nomidan, umrachilarning nomidan qolgan reyslarga hech bo'lmaganda keyingi 2-3 ta reyskami yo bitta 2 ta reys uchun ham qanaqadir rag'batlantirish, bir xursandchilik sifatida umrachilarni yuborsak juda yaxshi bo'lardi. Ustoz o'zi bu narsa birinchi reysga yozilganlar uchun edi. Endi siz aytganday, siz taklifingiz ham yaxshi. 15-iyul va 29-iyuldagi reyslarimiz uchun ham ushbu konkursda Qo'limda turibdi, hali ochganimiz yo'q. Ushbu konkursni davom qildirsak bo'ladi. Inshaalloh. Yana demak 1-iyuldagi va iyul oyidagi yana 2 ta reys uchun bu nima davom etadi. Ha, albatta. 15-iyulga yozilganlar bo'lmasa ham 14-iyul kuni aniqlaymiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Bunda aniqlash jarayoni Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo yaxshilik bersin. 28-raqamli Gulandom Abdullayeva degan opamizga yutuq chiqdi. Hozir xudo xohlasa shu opaga bir xursandchiliklarni ulashish maqsadida telefon qilamiz. 93lik 404 8057. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulandom Hojiona sizmi? Ha, Men Odiljon domlaman, Odiljon Buxoriyman. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? rahmat. Ertangi umra safarlari muborak bo'lsin. Safarga tayyorgarliklar qanday ketyapti? Yaxshi. Alloh kuch-quvvat bersin. Siz bilarmidingiz? Nimaniki qaysi 1-iyul sanasida pul topshirib umraga ketayotganlar orasida yana bitta bepul umraga ketish yutug'i chiqishini sizga tushuntirishgandimi? Albatta Alloh taolo yaxshilik bersin, Alloh baraka bersin. Sizga yana bitta umraga borish yoki yaqinlaringizni ertaga yoki iyul oyidagi reyslarga qo'shib olish yutug'i chiqdi. Tabriklayman, Alloh taolo muborak qilsin. Rahmat. Maşallah. Bugun kelsa Agar bugun kelsangiz, ertaga o'zingiz bilan bir sherik olib ketsangiz bo'ladi, juda yaxshi bo'ladi va undan keyingi reyslarga ham yo o'zingiz qayta borsangiz yoki bir oila a'zolaringizdan bir kishini yuborsangiz bemalol bo'ladi. Sizga mana shu imkoniyat bor. Iyul oyiga, ha. Yoki g'ayrat qilsalaringiz bugun ham, ertaga ham vaqt bor, o'zingiz bilan sherik olsangiz bo'ladi. Alloh taolo barakotli qilsin, umra jamiyatiga kelib, mana shu xursandchilikni inshaalloh umra jamiyat rahbariyati bilan birgalikda tantanali ravishda agar kelsangiz sizga taqdim qilamiz va Alloh taolodan duo qilib so'raymizki, Alloh bu yutuqlarni bardavom qilsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Mayli. Xursand bo'ldilar. Oxirida yig'lab berdilar.
Alloh taoloni o'zi barakotli qilsin inshaalloh. Domlajon endi shu o'rinda aytib o'tsak, qolgan o'yinda ishtirok etganlar, yozilganlar ham kelib bemalol shu barabandan o'zini ism familiyasini qidirsalar bo'ladi. Ha, demak haqqoniyligi uchun mana shu baraban turadi. Qolgan mana pul topshirib navbatda turganlar ismlarini yo'qmi, bu haqqoniymi yoki bir boshqacha bir sun'iy narsa bo'lmasin degan maqsadda ismlarni mana shu joydan qidirib topsalar bo'ladi. Va bu albatta umra masalasi, Alloh taoloning mehmoni masalasi, bu joyda hammasi haqqoniy. Alloh taoloning o'zi mana shu jamiyatda ish olib borayotgan, xizmat qilayotganlardan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin va mana shunday jamiyatni, xalqni, birodarlarimizni, mu'min musulmonlarni yanada xursandchiligiga xursandchilik qo'shishlikni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.